Xo'p, bola nima deyapti? Charchamayapsizlarmi? Bola bugun 180 ming so'mdan summa ko'taramiz. Games o'yinlarida qanday desanglar, bola o'ta qattiq narsalar o'rganib keldim. Hozir shularni sinab ko'ramiz. 30 mingni bo'lishiga bitta bor. 7 ga 6, 7 bor. 333 ming menshi. Ikkitada menshi bor, yana bitta 7. 11, 6 menshi. Bale menshiga olsam 7, ikkita 7. Hop, 60 ming 7 ga 10, 7 bor. 420 ming bo'lish. Yaxshi, 500. Oxirgi 7 bo'ldi. Bola 726 ming videomiz boshlanganiga 33 sekund oldi. Bola 180 ming 800 mingni yuribdi. Qanday desanglar, bugun hozir o'zim ko'rsatib ketaman. 21 kiraylik bunga. 726 ming bo'lsa kiramiz. Tak 76 ming yozsak, bizda 650 ming so'm qoladi. 10, 16, 7 ga opaman. Yaxshi, 152 srazdagan. 12, 21 yaxshi. 300 ming. Shunda o'xshasa chiqib ketaman. 10. Bala yedim. Haromi bildim-da, o'sha menga zo'r qo'l bilan boshlab turib, menga anaqa qo'l erib qo'ydi. Bala yevordim, men. Onalarini ko'rsin, yomon yedim boru. 17 ga 15. 690. Yana bitta pobeda ber, foyda bo'ladi. Bo'ldi, chiqamiz. Bola, shotimiz millionda. Olma. 30 dan. Voy bila, bitta 4% bormikin? To'rda o'qiyapmiz. His qilayotgan bo'lsanglar. Jigarlarga Telegram kanal bor. Telegram kanalga o'tib qo'ysanglar xursand bo'laman. Kanalda yangimizda podpiskachani darsetib bosinglar. 200 ming. Balla 200 mingda olmadim. Endi ozgina riskovat bo'ladi bolalar, chunki summa hali nima deydi, ko'p ko'tarilmadi-da, risk qilish kerak bunaqa moment. Qattiqroq risk ham bo'lishi mumkin. Xo'p, qani bitta, ikkita yuramiz xolos. Bo'ladi 1 million 100. Summamiz qaytdi. 82720 so'm summa bor. Buni tak tepaga 4 voy bilan 4% o'xshab bermadi. Joyiga nima qilamiz? 50 ming so'mdan yo bitta 11 yo bitta 6 da chiqib ketish kerak edi. Eng zo'r variant. Tak 4, 6 bor 335 ming. Bala 11 da chiqardim. O'zi ko'ngil sezdi-da, chiqib ketish kerak edi, eng zo'ri. 335, 11 bor 559. Bola 1,5 million so'mga summamiz ko'tarildi. Videomiz 2,5 minut oldi. Negativ bo'ladi-da, nimaga bu video unaqa, videoda manaqasi qani, videoda sekund qani jalab deydi. So'ramni ko'rsatib turaylik endi. 20 bitta tushib bersa 600 ming so'mmi ham. Yaqiniga ham bormadik. Bitta 20 ushasa bo'lmasa o'yinni suramiz. Bordim pamon. O'tib ketdi haromi. Xolasa tezladi, olis sekillatdi bu. Boradimi? Xo'p, har doimgidek 20 ni atrofi ham yo'qmi? Demak 60 ming so'm. Endi bitta 60 uramiz bola 1 million 300 bilan chiqib boshqa o'yinda master klass ko'rsataman. Boradi. O'tib ketdi jallab. Tezlab ketyapti. Tak. Yo, ya 10 mi? Даже yaqiniga ham bormayapmiz 1 million 300 ming. Tak, dice. Bola bu ham shotda 2x qiladigan o'yin. Hop 100 bo'lsa, tak boshlanishiga 299 ming pulimni riskovat qilaman bola. 299 ketdi. Bitta pobeda bor, yana bitta. 7 yaxshi, yana oxirgisi. Bola bo'ladi 2 million 200 ming padriyatiga berdi-da. Videomiz 3,5 minut oldi. Tak. Kristal. Bunga 60 ming so'mdan riskovat qilaman. Nol 3 bala, yana 03, ikkita 03. Bala, uju bala ikkita 03 deb adashib aytvordim demoqchi edim jalab. Ikkita 03 bersiz. Bola bu da yana o'yin qichiyapti 240 dan. Ikkitada jalab nechi bu 03 dan yana 03. Onalarini ko'rsin, tolqi 03 kun o'lyaptim bugun 107. Tak 2 sariqdan ikkita tushsa lekin bala o kupanmasi o'zimni pulimni qaytarib bermayapti o'yini. Bu darajaning nechasini olmaydi kristal jalab. Oldin yaxshi berardi, hozir bu o'yin ham bilmayman, o'ta o'zgarib ketdi, ishoninglar. Oldingi kristaldan asar ham yo'q. Oqchi. Voy yaxshi, hatto bir liniya qo'shib 800 ming ko'rdi. Inami ko'rayotgan joyimdan. Hammasini urgim keldi. Lekin yaxshi qilibman urmasdan. Tak 500 ming. Voy bala 10 koeffitsient 4 million.
Jallab hammasini urmaymanmi? Voy onasini emsin. 4 million 417 ming so'm. 4,5 million bo'ladi, normalniy ko'tarib oldim. Olmay kirayli, jallab. Olmadan hali yeb chiqib 300 bilan bitta 4 koefficient. Bitta minus. Ikkita minus. Bular bitta berib berasanmi? Haromi? 4 da ming yedim. Tak, yana bitta oxirgi urushimiz bolalar bu. Bu yoqqa bitta o'ta jinnalik qilamiz. 4 6 dedik, haromi. Bitta bormi? Ikkita 4 million 600 o'zimiz summa bolalar. Bu yoqni bosish risk bo'ladi. Okupga chiqdik. Scratch card 30 dan karela bo'lib 5 ta minus yo bo'lmasam 2 bersa, tak 6. Yana bitta 2 bergandan keyin o'y bilan podrat 2 berdi, qani. Faizimiz bersin 1. 4 bor 5,5. Bitta yaxshi iksovka bilyapsizlarmi shu o'yinda oxirgi payt? O'ta jostki bo'lib qoldi o'yin. 5,5. 2. Haromi. Hop 20 ga yo'q, bilan umid qilmay qo'ydim katta koeffitsientdan. 6. Bu 6 ni ham bilan peshanaga surtadigan bo'lib ketdi. O'ynayotganlar bilsa kerak, jalab. O'yin jostki bo'lib ketganini. 2. 2. 3-chi 2. 4. 7 2 oldu. Tak 2 bor yana bitta. 4. 2. Haromi nimaga qo'shmayapti? 10 koeffitsientmi? Любой bormi? Jallab ber. 2. Bala tolka 2 6. Bitta qo'shib qo'ying. Bala bolalar sizlarga maslahat masalan. Birorta o'yinga 3 million bilan kiryapsizlar. Shu 2,5 ga tushib, masalan 2 ga tushib, qaytarib 3 ga olib chiqadigan bo'lsa, menimcha chiqib ketmaslikni maslahat beraman, chunki normalniy chiqamiz. Tak risk yaxshi o'ylayaptimi bolalar? Normalniy summa уже olib chiqmaguncha o'ynash kerak deb o'ylayman. Tak 92.300.7 oshchi summamiz bor. 92.300.7. Oshchi summani har doim urib kelganmiz. Bala 6 da yedik, chiqamiz 12 million bilan. Tak qaysi o'yinda o'ynaymiz bolalar? Kommentariyaga birorta o'yin qiziq bo'lsa yozib ketinglar. Sugar Cascade'mi, shu Cascade'mi, shunaqa o'yin bor. 1 million 300 ga bitta olib ko'rish riskovatli joyi lekin. Ko'rsaymansa, normalniy ko'tarilyapti. 1 million 300 ming. Bolalar kimgadir Papalyan yo Vivid'da screenshotlar kerak bo'lsa Telegram kanaliga o'tinglar. O'zi Telegramni o'tib, o'zim yozing, men tashlab beraman kimga qiziq bo'lsa. Qizil ikkitalab skacher, cho'ta skacher qo'shami deyman-da o'yinga. Ikkitalab tushyapti. Hop, ikkitasi pusto o'tdi. Salkam pustoyda u. Voy bilan hamma yoqda X yoqishga harakat qilyapti o'yin. Bitta, lekin bir o'ynaganimda eslasanglar kanalda videosi ham bor. Tak to'rttalik tushsa spin qo'shaverardi o'rtada. Endi bilmayman, hozir ham shunaqami? Lekin shuni qo'shaveradi bilsanglar ikkita. Voy yo, hozir unaqa emas. По-любому unaqa emas hozir. Minus kelishi, ballamo kelish qaranglar. 100 ming so'm. Shuncha summaga. To'rtta skacher bilan 100 ming so'm berdi. Qancha qoldi? 10 million. Bola oxirgisi 9,5 million so'm summa qoladi. Chiqamiz, boshqa o'yin o'ynaymiz. Risk qiladigan o'yinlar bor. Shularni bitta proverka qilib ko'ramiz. Qizil bitta. Tak 7 ta spin bor. Bala bitta qo'shvor haromi. Ikkitalab har bitta o'yinda tushyapti, lekin o'yin настроенияsiga qo'shaman demayapti o'yin. Zelyonniy, davay bля. Onalarini emsa, yo bola bu o'yin qarshi. O'yinchi hissa qarshi 56 ming. Bala 3-chisi qaytarib berishi mumkin-da. Har doim shunaqa narsa bo'ladi. 60 ming berdi, 100 ming berdi. 2 million 600 ga 1,5 million qaytarib berdi. Bu tak 150 ming ekan. Ya pustoy bu, kino bu, jallab. Zelyonniy bor, sersa bor, xo'p, liniya kerak. Tepada sal X'lar bo'limenli bo'lib qoldi. Bu yo'q, pustoy. Bala pustoyda yaxshi boshida yaxshi bersa, oxirida qiynab qo'yadi. Tak kolbasa
Baylam o. Zelyonni jallab, Libbo'yi davay bilan tushdi. Sariq kolbasachi. Bosilib ketdi haromi shunaqa moment bilan yutqizsam jalab bosilib ketgani ham bir anaqa qo'llatdi jalab. Alam qiladi-da boru 176 ming. Ko'tagansan boru ishon. Hatya bir kirgan pulimni ber, jallab, kirgan pulimni qaytarib ber. Ay, enasini amiga tiqdi bu o'yinda ham. O'tishni qaranglar spillar. Так, зеленый. Зеленый, mana фиолетовый, давай. Так, sariq bor. 117 ming. Tak, 230 ming. Pingvin ekan bu 230 mingni. Lekin X yaxshi o'ppollashtiribdi. 500 ming. Qo'sh. Bile fiyoletovymi, marmeladmi? Haromi qo'shmadi-da, ikkita fiyoletoviy qolib ketdi. Yaxshi 900. Oxirgi spin. Voy jala bitta skater zo'r olar edi. Haromi 1,5 million so'm. Oxirda tushganini qaranglar, bitta skater tushib bersa jalab vashi somsaxon olib ketardi. Yana bitta 4 talik. Bola normalniy sotib olinyapti, lekin rezultati yo'q. O'yin qarshi qiladi. Agarda yaxshi summa tiqmoqchi bo'lsanglar bu o'yinga вообще xato qilasizlar. Tak, уже inasini ko'rdi bu yog'i. Fiyoletoviy. Bitta skater ham qo'shib o'rasanmi? Jallab qo'shgan, endi все равно bu xonasiga qo'shmasa olmaydi. Sersa bor, xo'p. Voy jallab 4 ta spin qoldi. Yo'q, o'yin qiynar ekan odamni rosa ham jallab bol chiqamiz bilan normalniy yeb oldim shotimni boru. Pulimi qaytarib bergin jallab 6 million pulim qoladi agar shunday 50 ming berib qo'ysa. Hop, sariq ham bor, pustoy emas faqat boshi. Yana bitta sariq tushadi katta ehtimol bilan. Pox qo'yagan. Ko'p gapiryapman, moru o'tayam. Fijjalar. 19 mingdi. Yo'q joyga o'ynab berdi. Vallahi vashi ko'tagan o'yin, короче, chiqamiz bu o'yin bo'lmadi. Pulimizni qaytaradigan o'yin, eng zo'r o'yin. Padettinat o'ynaylik. Jala shu o'yin qaytarib bersa, keyin burning xod ko'chib ko'ramiz. Bitta 7 kirishim bilan berib o'rardi. Yaxshi. Men ishi yana bitta 7 o'tadi hozir. Ikkita, davay 7. 9. Yaxshi. Bo'lish. Double kelami deyman-da. 5. 5. 7 bor. Valla 10 million. Jalab o'ta tezda bor o'sha o'yin. Hozir 6 sekundda pul yo'q ham olib ketadi. Tak, bu yog'iga burning xod 800 dan bo'lsa 400 dan o'sha summachani yengil olib tushib oldik liniyamizga. Tak, voy bila poдряд u 3 talik bor lekin. 3 ta dollarcha bor. Bilach, klubnika deydi. Valla ming bor uzr jalab adashib ketyapman, chunki bu o'yinlar ko'p o'ynayman shuni hisobiga. O'zimga to'g'ri o'zi oldi, aytaveraman o'zim kelganini. Yana 3 ta dollar, shunisi 4 ta tushsa 20% bo'ladi. Bizga bitta 8 million so'm olma yaxshi bo'lar edi. Yo bo'lmasa bir qator polni, masalan, gilosmi, klubnikami, любой bir qator tushsa, shunisi 20% bo'ladi. Tak, 13 million paket summani qaytarib berdi nariga o'yin. 800 dan bitta yaxshi ekspert ketaman. Bala ikkita vil tushdi, tortmadi-da. 6 million. Qo'sh endi bunga. Riskka arzisan jallab tak o'qib. Ana bana o'ynasa ham, любой o'ynasa ham yomon tortadi-da hozir. Shu summaga. 2 3 ta dollar.
17 o'ylayapsizmi? Tak, вообще minus. Voy onalarini ko'rsin. 1.602 ni ilashtiryapti. To'lqa aldayapti. Hech ketmabman vaqtida. 4 million. 2 bolla agar shunda ham 2 berish sraz zagon bo'ladi shu. Qarab turinglar. Bitta qo'shadi. Davay bananmi bir pichoq qilinadigan narsa. Zaybol oldu odam gilosdan. Voy jalab $4 tepada qolib ketdi. Voy onasini hamsin bitta 20 kutyapman o'yindan boru. Ya bu o'yin yevordi meni. Chiqib keta olmadim sveji vaqtida. Ko'tagansan boru. Nechi bu 7.200. Paket tiklandik. Oy banan tortdi mana bolla. 20 million olib chiqib berdi o'yin. Oxirgi umidlarimda 20 million 729 ming ko'tardi. Valla har doim taktika 729 150. Bitta 6 koeffitsiyentgacha o'ynab ko'ramiz. Bo'ldi. 20 million so'm summa bor shu yerda. Tak, keyingi o'yin Resident bo'lmaydi. 20 million riskka tortadigan o'yin. Lucky card kiramiz qaranglar. Chillikka bittada bor 900 foyda. Oy 1 million 8. Oy 3 million so'm 6 sekundda aylatib yurib foyda qildirib qo'ydi salkam. Bola 22 million. Tak, kart var. Bir chekadan yig'ishtiraveramiz. Baka yaxshi ketyapmiz. 30 mingdan 3 dan uraylik nechaga? Tak, pobedaga bitta bor. Ikkita 3ta 5 ta qilib qo'yonasi hamsin. 4-inchisi bu necha? Yo'q. Bolla paka 30 ming foydadamiz. Nima qilamiz desanglar, 150 ming so'mdan bunga uramiz. Nechaga? Bitta minus. Har 3 ta dagon qilamiz. Ikkita 6 ga yetdi. 3 ta o'xshamadi. 230 dan 1 2 ga 6 haromi 310 ming. 1 2 ta voy jalab o'yin qiynayapti meni. 1 voy bilan 2 3 tashab qo'yganini qaranglar. Chista prikolda bu. 550 ming. 5 ga 3 voy bilan o'yin beradimi? 7 ga 4. Voy jalab. Bitta tashagin jallab 10 12 o'lami shunaqa. Bundan ko'ra scratch kartga riskovat qilib o'rganim yaxshi edi. Yaxshi. 25 double cap bo'ladi bola ko'pincha. Tak niyat qildim, davay qani. Ko'ngil tushirmadim. O'zi 22 bilan kirgan bo'lsam 25 berdi xolos. Summani tushirmadim-da, dalishi bosdim. Bitta double davay necha bitta jalab 12 ga. Oy yaxshi. 31 million so'm. Go'zal ko'tarilyapti. 31 million 890 ming so'm. Tak. Bu yog'iga qaysi o'yin bor? Olmay kiramiz bolalar, yana o'zimiz eski taktika. O'chiramiz. Nima urib qo'yapman bu summani? Videoda oxirroqda yonsa o'zingizlar so'rasanglar, interes bo'lsa aytib beraman. Voy bilan 6 koeffitsiyentda olish kerak edi. O'zi 890 urib ketish kerak edi. 110 ming so'm urib qo'yib, bola oshcha summani urib qo'ygan. Nima sababi? Akkauntni просто tak bu ushlab qolish uchun. 30 million so'm chista summa qoldi. Tak. Kelinglar vampir kurs. Shu slot so'ramiz. Shundan ham bitta olsa o'zi ham o'tadi deyish oladi boru. Kiramiz bolalar, jigarlar kiriblar. 800 ming so'm summa bor. Riski yaxshi bo'ladi, o'zim aytganimdek keyin ko'tarilasizlar. Lekin kirganimdan beri 1 so'm pul bermadi. Примерно shu 50 ta urush ketadi-da. 50 taning ichida bitta tashlasa kerak. 960 ming. Endi buni nazarda tutmadim lekin. 300 ming yo bular kerak emas edi. Voy bilan. Necha 5,5 million. Haromi bitta ikkitalik 2,5 million. Bitta ikkitalik shu bergan o'rtaga. O'tib ketdi, kitobni yomon suzdirayapti lekin. His qilayotgan bo'lsanglar. Bu jalab 240 ming. O'yin bermaydi. Ishoninglar. Tak 1 million 200. 480 ming jalab. Ali bilaj bermaydi deb ham bo'lmaydi-da. Ikkitalik Ali X2 ni tashab qo'ydi, ishtimi yo'q joyiga. Inasini ko'rsatib yuraveradi bu yoqda. Voy jalab.
Eng katta xatoyim bo'ldi mana shu vampir o'ynaganim. Pizzes ham katta xato bo'ldi. 1x bermadi. Bo'ldi bu o'yin. Bola vampirni vashshi o'ynamanglar maslahat. O'zingizlar bilganinglar qilasizlar, все равно. Xo'p, 1.400.000 so'm summa qoldi, nima qilamiz? Bitta tashlab yubormaysanmi sen ham adashib? 2 ga paka bo'lishi mumkin 2. Bolalar nima deyman, shu joyda mana videomizni to'xtatdik. Xo'p, 80.000 so'm summadan ko'tardik 30 milliongacha, lekin bu yoqda yildi, mana все равно qo'yiladi, amiga kirib ketdi. Ko'proq bo'lganda yana ham ko'tarishib yut bo'lardi. Bola kanalda yangi bo'lsalar podpiska bosib qo'yinglar, hammaga